Bo'ldi, jonga tegdi borish kompyuter o'ynasham. Chunki kompyuter o'chib qolyapti nimagadir. Menimcha o'yin kuchlilik qilyapti. Akalar barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha. Yangi o'yin o'rnatgandim kompyuterimga. GTA 9. GTA 9 hali chiqmagan, to'g'ri, lekin men top o'rnatdim. O'shaning uchun ham qo'tyapti menimcha. No, bilmadim nimaga qo'tayotganini sababini to'g'risini aytsam, hozir bu narsalarni ichkari kiritib qo'yay, tapordem bo'layda. Stol stuldan birato'la kiritib qo'yaman. Uyda ichiga turmasa yettalab ko'tarib ketadimi bilmayman. Xullas uyda ichiga turgani yaxshi baribir. Stop bu yerda qanaqadir qo'g'irchoqmi nimadir bor ekan, bilmadim. Kimdir qo'g'irchoq tushib qolgan shekilli. Mayli, hozir notebookimni berib qo'yaman. Stol stul esa qayerga qo'ysam bo'ladi? To'xtanglar, stol stulga nahotki joy yo'q. Joy bor, nima yo'q bo'lar ekan. Mana bu yoqqa qaratib qo'ysam bo'ladi, atak nariga qaratib qo'ysam bo'ladi. Farqi yo'q. Televizor ko'rishimga yordam berish uchun bunaqa qilib qo'ysam g'alati turar ekan. Buni bunaqa qilib qo'ymayman. Buni men bunaqa qilib qo'ysam, u ana bu yoqqa o'tirib, olasam televizor ko'raman, olasam mana choy ichsam ham bo'ladi. Akalar dahshat texnologiya qilib tashadim boru. Bo'ldi, endi bu narsalarni qaytarib joylashtiraman. Endi esa ana qo'g'irchoqqa bir qarab kelay. Tushunmam, g'alati qo'g'irchoq ekan. Nahotki egasi yo'q bo'lsa, kim tashlab ketdi bu yoqqa? Menimcha stop. Qanaqadir g'alati qo'g'irchoq ekan. Kichkinagina qiz bola qo'g'irchog'i shekilli. Rostdan ham qiz bolaning qo'g'irchog'i. Nima qilayin? Hozir buni olib ketaymikan? Qo'yarmas. Qanaqa jitel bu? O'tda. Nima qilyapti axir? Yuzida qonmi? Nima bo'lib ketgan bu yaramasga? Tushunmadim. Yaramas, qoch. Qoch bu yoqdan. Meni uyimda oldi nima qilyapsan? Yaramas, eshityapsanmi axir meni? Eshitmayapti shekilli. Menga qara, gapir, nimaga gapirmayapsan? Qo'g'irchoqqa qarayapti shekilli. Yaramas, gapir. Nima qilyapsan axir bu yerda? Nimaga gapirmayapsan, tushunmadim. G'alati jitel ekan. Qo'g'irchoqqa qarayapti nimagadir. Qo'g'irchoq senikimi? Qo'g'irchog'ingni beraymi? Nimaga gapirmayapsan axir? Ko'zingga nima bo'lgan? Yomon qo'rqinchli ekan boru. Qo'g'irchog'ingni bersam, yo'q. To'xta. Nima qildi? Yaramas. To'xta, nima qilyapsan axir? Nima uchun meni kuzatyapsan bu yerda? Tushunmadim. Yana qarab turibdi. Nima qarab turibsan? Qo'g'irchoqni beraymi? Qo'g'irchoq senikimi? Nima gapirmaysan, ahmoq? Tushunmadim. G'alati jitel ekan boru. Rostdan qo'rqitib yubordi odamni boru. Mayli. U qo'shnimni polizedi. Axir nima qilganing bu? Mayli. Qo'shnim ko'rsa lekin seni sog'-omon qo'ymaydi. O'zi sog'-omon emas ekansan. Orqa yuryaptimi? Tushunmadim. Rostdan ham orqa yuryapti. Tushunmadim. Nima bo'ldi? Qayoqqa yo'q bo'lib qoldi? Tez yurib ketdi oxirida. Obunachilar g'alati. Umrimda bunaqa g'alati jitelni ko'rmaganman boru. Qanaqadir qo'g'irchoq. Qo'g'irchoq qayoqdan kelib qoldi bilmayman. Balki u jitelniki emasdir. Mayli, hozir men buni sandig'imga solib qo'yayin. Keyinchalik balki egasi topilib qolar. O'shanda egasiga berib yuboraman. Hozir esa bilmadim, nima qilishga ham hayronman. G'alati jitel ekan. Yana keldimi? Jitel, nima qilyapsan axir? Gapirsang-chi. Nima bu, gapirmaydi? Menimcha tilini yutib qo'ygan bilmayman. Bu yerda turma, meni uyimning oldidan qoch. Qoch deyapman. Bu eshik ochilmay qoldi. Nima bo'lyapti? Men senga gapiryapman, bu yerdan qoch. Yo'qsa hozir politsiya chaqiraman, tushunyapsanmi? Senga farqi yo'q, politsiya chaqirsam, chunki politsiya seni nima qilishi mumkin? Politsiyani o'zi ham sendan qo'rqsa kerak. Tushunmadim, eshigimni nimaga sindirding, ahmoq? Yaramas. Qoch. Yo'qol, uyimga kirma. Yo'qol dedim men senga. Eshikmi? Tushunmadim. Nima qilyapsan? Qo'g'irchoqqa kelgan shekilli. Qo'g'irchoq, olmadingmi qo'g'irchog'ingni? Yo'q. Nima qilyapsan? Uyimni buzib tashlayapsan-ku, ahmoq. Hozir qurolimni olib otib tashlayman seni, tushunyapsanmi? Nima gapirmayapsan axir? Demak, sening maqsading boshqa narsa. Tushunmayapman baribir boru. G'alati, qochib ketdi, yaramas. Yo'qolib qoldimi? Akalar nima bo'lyapti? Tushunmayapman. G'alati jitel ekan. Mayli, hozir borib buni janob merga aytaman yaxshisi. Janob merga aytmasam, bu nima ishlar qilib tashlayapti, hayronman. Mayli, bu qo'g'irchoqni nima qilsam ekan? Mayli, qo'limga qurolimni olayin, har qanday vaziyat bo'lib qolishi mumkin. O'sha vaziyatlarda uni yo'q qilib yuboraman. Hozir bo'ldi. Akalar, lekin rostini aytsam, juda ham cho'chityapti odamni. Yaramas.
Ha, mayli. Umrimda lekin bunaqa g'alati jitelni ko'rmagandim. Nimaga meni ortimdan kuzatyapti? Bitta o'sha qo'g'irchoq uchun bo'lsa, qo'g'irchoqni olib ketsin. Menga qo'g'irchoq nima kerak, hayronman. Bo'pti, hozir janob merga borib hammasini tushuntiraman. Balki janob mer biladi, chunki janob mer hamma narsani biladi. Qishloqda bilmayman necha 100 ming yildan oldindan beri yashaydi. O'sha oldin bo'lgan voqealardan ham janob merda xabari bor. Hozir borib so'rayman janob merdan. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, Johil, nima deysan? Xullas uyimga bitta g'alati ustiga qon bo'lib ketgan, ko'zi oqarib ketgan yashil kiyimli jitil keldi. Qo'g'irchoq ham bor buni oldida. Ha, qo'g'irchoq ham bor edi. Demak, seni aldamoqchi bo'lyapti. Qanaqa aldamoqchi bo'ladi? Qo'rqitmoqchidan qanaqa aldamoqchi bo'ladi? Tentak. Tushuntirib gapiring. O'rmonning ichida uni sirli uyi bor. U yerga borsang bilib olasan. O'rmonning ichidami? O'sha manyak meni o'g'irlab ketgan bino bor edi-yu avval, o'shani yonida. Tushunarli. Mayli, unda hozir o'sha yoqqa borib kelaman. Lekin nahotki rostdan ham o'shanaqa bo'lsa? Yo'q, meni qo'rqitishga nima foyda undan? Yo'q, juda ham qo'rqib ketyapman realniy, lekin mayli boraman o'sha yoqqa. Nimaga bunaqa bo'layotganini aniqlashim kerak axir. Aniqlamasam bo'lmaydi. Xo'p, men bu yerdan kerakli narsa to'pponchak kerak. Yo'q, qo'g'irchoqqani qo'g'irchoqchani olib olayin. Olib borib beraman agar shu qo'g'irchoq uchun shunchalik meni ortimdan kuzatayotgan bo'lsa. Xo'p, ketdi bunda. Yo, kech tushini kutaymikan? Kech tushsin, kech bo'lgandan keyin boraman. Bu yerda ham nimadir ko'rgandek bo'ldim. Menimcha ko'zimga ko'ringan shekilli. Bo'ldi, endi kech bo'lguncha polizimda ishlab turaman. Yaxshi, kech bo'pti. Endi esa nima qilsam ekan, qayerdandir kimnidir chaqirib birga boraymikan yo o'zim borib kelaymikan? Estromikka aytsam, Estromik bilan birga borsam bo'ladi yoki Jakni chaqiraymikan yo Reddiga aytaymi? Bilmadim, uchta do'stim ham menimcha birga bormasa kerak, lekin birga borganda juda ham zo'r ish bo'lardi. Bu yerda hech kim yo'q. Fakel kerak menga, bitta fakel olib olay. Shu yerdan kakras bo'ldi, o'zim boraman. Fakelim bor, muhimi. Mana iPhone'imda sveti nimagadir yonmay qolgan akalar. Hayronman nimaga yonmay qolganidan. Hozir tezroq borsam, olib borib beraman. Ya'ni qanaqa olib borib qo'g'irchoqni beramanda, ortimdan qayta kuzatma. Agar yana kuzatsang, bu marta sog'omon qo'ymayman. Menda qurol bor deyman. Keyin esa nima bo'lishini bilmadim. Agar menga tashlanib ketadigan bo'lsa yoki hujum qilsa, dabdala. Bu yerni kim teshib ketdi, hammayli keyin to'g'rilaveraman. Hozir esa bu muammoni hal qilish kerak. Qayerda edi o'sha uy? Bu yerda qanaqadir yozuvlar tushunmadim. Nima deb yozilgan bu yerda? Hech qanaqa A deb yozilgan ekan. Bu yerda ham A yozilgan. Nahotki hamma yoqda A yozilgan bo'lsa, bu yoqdachi? Bu yoqda ham A yozilgan. Nimaga bunaqa har tomonda A harfini yozib ketgan? Nima degani A harfi? Balki ismini bosh harfi A'dir jitelni. Mayli. Hozir aniqlashtirishga harakat qilaman. Bu yerdagi taxtalarda ham menimcha A yozilgan shekilli, lekin hamma yoqda bunaqa pesh taxtalar qaranglar A yozilgan bunda ham. Bularda ham A yozilgan shekilli. Oho, qayoqqa? Mana o'sha uy. Rostdan ham bu yerda janob mer aytgan eski uy. Jitelmidi? Bir ko'zimga ko'rinib yo'qolib qoldi. Nimaga bunaqa qilyapti axir? Mana bu yerda turgan ekan. Yaramas, qayoqqa yo'q bo'lib qoldi. Bu yerda A yozilgan yana. Menimcha ko'zimga ko'rinyapti. Kun bo'yi ko'rganimga kechasi ham ko'zimga ko'rinadigan bo'lib qolgan. Lekin menimcha haqiqatdan ham bo'lsa kerak o'sha jitel. Bu yerda g'alati eshik bor ekan. Bu qanaqa eshik? Tepasga ochiladigan eshik ekan. Xo'p, bo'ldi, endi ochilsa kerak. Hozir itarib ochish kerak. Xo'p, mana tepasi ochildi va pasti ham ochildi. Mana yaxshi. Hozir mana bir amallab endi ichkariga kirib olishim kerak. Bo'yim bo'ldi sig'ar ekan. Bo'ldi, yopib qo'yamiz bu yerni. Oho, bu yerda qo'g'irchoqlar bor ekan u yana. Demak, rostdan ham qo'g'irchoqning izidan kelgan yaramas jitel. Rostdan ham bu yerda yana o'yinchoqlar, g'alati uylar. Shuncha narsa bor ekan bu yerda. Bu yerda qanaqadir qizaloqning haykalchasi. Demak, rostdan ham bu jitelda nimadir gap bor. Bu yerda esa beshik, qanaqadir beshik. Bu yerda ham o'sha qizchalarning haykalchalari. Bu yerda esa gullar ekilgan. Zo'r yasalgan ekan haqiqatdan ham. Mayli, hozir bu narsalarni keyin ko'raman. Bu yerda esa beshik tepa qism barg bilan yopilgan, oddiy barg bilan qurilgan uy ekan. Lekin nimasi g'alati? Jitel. Axir jitel bu yerda nima qilyapti? Hozir agar jitel menga tashlanib ketadigan bo'lsa, dabdala borib otib o'ldiraman jitelni. Hozir qurolni tayyorlab turayin-da.
Tak, fakilni qo'limga olaymi yo'q? To'xtanglar hozir 1 minut. Yaramas Jitel, mendan nima xohlaysan axir? Gapirasanmi yo'qmi? Gapirsang gapir, bo'lmasa otib tashlayman. Men senga tegmayman. Tushunmadim. Nima deganing bu? Qo'g'irchog'imni olib keldingmi? Olib keldim. Sen kimsan o'zi? Men bu yerda ancha vaqtdan beri yashagandim. Yaramas qishloqdagi bir manyak Jitel meni qizlarimni o'ldirib ketdi. Va menga ham hujum qilgandi, lekin men to'liq manyakka aylanmadim. Bechora qizlarimni o'ldirib ketdi. Bu qo'g'irchoqlar meni qizlarimni qo'g'irchog'i edi. Tushunarli. Demak, sen qanday kirding? Men hamma joyda o'ta olaman. Tushunmadim. Qanaqasiga axir bunaqa qilyapsan? Men manyakka qisman aylanganman va qisman Jitelman, tushunyapsanmi? Tushunyapman, lekin o'zingni qiynayapsan. Rostdan ham o'zimni qiynayapman. Hoy, meni ko'rganingda hech kimga aytma. Men qizimni sog'indim. Men qizimni izlagani borgandim. Qizingni o'ldirgan bo'lsa, qanaqasiga qizingni izlaysan? Men shunchaki uni tirik deb o'ylayapman. Qanaqasiga o'ldirgan bo'lsa tirik bo'lishi mumkin? Bilmadim, lekin ko'nglim notinch. Tushunyapsanmi axir? Tushunarli. Lekin senga juda ham rahmim kelyapti. Menga rahming kelmasa, sen o'zi meni asabimni buzyapsan uyimga kelib olib. Yo'qol uyimdan. Tushundingmi? Yo'qol. Bo'ldi, tushundim. Hozir uyingdan ketaman. Yo'qol, yo'qolib ket. Tushunarli, mayli. Undan men ketdim.